MCM Cobotlarda zavodning xatosi deymizmi, bitta noqulaylik bor. Buni hozir biz bartaraf qilib beramiz, ko'rishlaring mumkin. Cobotlarda bitta funksiya bor. Zavod nimaga buni qilgan bilmayman. Mana mashinada yursiz, mana eshik qulflanadi. Ko'rishlaring mumkin, eshik qulflan. Endi qizig'ini aytaymi? Endi qizig'i buni bunday qilib ochsalaring, hamma eshik ichkaridan ochiladi. Nima uchun qilingan? Yurib ketganda kim buni ochadi? Tashqaridan. Tashqaridan ochilmaydi lekin, ichkaridan ochilib ketaveradi. Buni hozir xudo xolasa programma orqali hal qilib beramiz. Akalarimiz baraka topsin, programmasini berishdi. Hozir xudo xolasa programma jarayoni, programma urib bunday qilamiz, keyin yurib ko'rsatamiz. Mana programma qilib bo'ldik. Drive'ga qo'yamiz. Mashinani 20 dan o'tsa ham mashina qulflanmayapti. Bo'ldi, hal. Bunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qaytib kelaversalaring, ishlaringni imkon qadar bitirib beramiz.